Nima etishni bilmay qolgan vaqtinglarda maningdek o'zbekcha qat-qat samsa etib yeb yiqinglar, tam tilinglardan qoldi. Mayli bir yerlarga dasturxon qilib tovoq qaytirishlar bo'lsin yoki uyga mehmon kelgan vaqtlarda bo'lsin, asanglar to'limi chiroyli ham yeyishlik chiqadi. Etish usulim unchalik tez emas. Qani sizlar o'rganib olinglar, hammamiz birlikda o'rganaylik. Avval xamirni yo'g'irib olamiz. Men dova bir chin ishlatdim. Buningga bir qo'shiq tuz, bir tal tuxum chiqib etib, bo'shchanligini normal qilib xamir yo'g'irib, 20 minut tindirishga qo'yib qo'yamiz. Tindirib olgan xamirni ko'rsatilgandek no'g'ish bilan nipis qilib yeyib, ustiga seriqma yoki abjashmayin tekshi surib etib, bir uchidan ching'aroq qilib yo'ga, to'nglatqiga silib 20 minut atrofida tindirishga qo'yib qo'yamiz. Bu oraliqda qiymimizni qo'ysak bo'ldi, ha? Har kun shunday qulay ham yengillik o'zgacha tamoqlarni yetishni kutaman. Bosh surtim chekib menga akshilishni unutmanglar. Buning qiymasiga cheklimi yo'q. O'zimiz yaxshi ko'radigan materiallardan qilgan qiymani ishlasak bo'laverdi. Men bugun kalgushi, qo'noq, piyoz, ko'k qizil lazlardan qiyma qildim. Ta'min tashishga tuz, qarmush, oqmush, sira, azroq rayhon uvi berib ishlatganim kalgushi bo'g'ashqa azroq zaytun meyini berib bularni yaxshi aralashtirib qiyma qilib olgandan keyin endi tugishni boshlab kelsak bo'ldi. Xamirni ko'rsatilgandek cho'ng kichiklikni muvofiq qilib kesib olgandan keyin qo'limiz bilan besib, kichik no'g'ichimiz bilan petermantininkidan yuqoriroq ham qilaroq qilib echib olgandan keyin muvofiq miqdorda qiyma silib, videoda ko'rsatilgan bo'yicha tugib tayyor qolamiz. Ko'rib mishay ichkaga umoq pintozlari meni qo'llash yuzidan bir tas yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga jiqkillaringlarni avatib qo'yishni unutmanglar, rahmat. Tugib tayyor qilib olgan samsining yuziga tuxum seriqidan surib etib, kunjut besib olgandan keyin oldin qizdirib olgan kavshanga silib 160 gradusda 35 minut atrofida pishasaqlam tayyor bo'ldi. Oxirida mushtandek Xandon markasidagi chiroyli taxsillarimiz kelib, mehmonlarimizning oldiga chiqsakmi yoki odatda uyda qilib yeysakmi, tam ajoyib payz bo'ldi. Xandon markasidagi qozon va taxsillarni qanday setib olamiz degan go'zallarim masulun tegiga aytib qo'ydim. Shularni qo'shilish orqali setib olsanglar bo'ldi. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.